Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Yalla guruhining solisti, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli xonanda Farrux Zokirov haqida bugun tongda kutilmagan xabarlar e'lon qilindi. Xalq, duoda bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Ko'ksaroy qarorgohida 15-aprel kuni bo'lib o'tgan tantanali marosimda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan O'zbekiston xalq artisti Farrux Zokirov buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlandi. Ma'lum qilinishicha, tadbir san'atkorning 80 yillik tavallud ayyomi munosabati bilan tashkil etilgan. Unda davlat va jamoat arboblari, madaniyat va san'at namoyandalari, ijodkor ziyolilar hamda yalla ansambli a'zolari ishtirok etdi. Davlat rahbari o'z nutqida Farrux Zokirovni qutlab, uning milliy estrada san'atini rivojlantirishdagi beqiyos xizmatlarini alohida ta'kidladi. Zokirovlar sulolasi o'zbek musiqa san'atiga ulkan hissa qo'shgani va bu an'ana bugungi kunda ham munosib davom ettirilayotgani qayd etildi. Ta'kidlanishicha, Farrux Zokirov nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyo va boshqa mamlakatlarda ham keng tanilgan san'atkor hisoblanadi. Uning ijodi ko'plab davlatlar tomonidan yuqori baholanib, turli faxriy unvonlar bilan e'tirof etilgan. Yalla ansambli faoliyati ham alohida e'tirof etilib, jamoaning 50 yildan ortiq vaqt mobaynida milliy estradani rivojlantirishga qo'shgan hissasi qayd etildi. Ansambl repertuaridagi yuzlab qo'shiqlar milliy madaniyatning muhim qismiga aylangani ta'kidlandi. Prezident Farrux Zokirovni yosh iste'dodlarni tarbiyalashdagi xizmatlariga ham to'xtalib, uning ko'plab yosh ijodkorlarga ustozlik qilayotgani va ularni katta sahnaga olib chiqayotgani alohida e'tirof etildi. Tadbir davomida san'atkor ijodini keng targ'ib qilishga qaratilgan yangi tashabbuslar ham e'lon qilindi. Xususan, Toshkent shahridagi bolalar musiqa va san'at maktablaridan biriga Farrux Zokirov nomi berilgan deyiladi xabarda.